Dacha so'raganlarga hozir Vadilda turibmiz. Mana devorda ag'a katta soy bor ekan, suv oz oqyapti. Общий qaranglar 12 sotiklik bunaqa tapchanlari bor. 5 ta so'risi bor ekan. 200 mingdan qo'ysa 1 million bo'ladi. 7 ta xonasi bor. Xonalarga odam qo'ysiz ham bo'ladi. Xo'p, tayyor biznes so'rayotganlarga Vadildan Dacha so'rayotganlarga Dachamiz sotuvda. 12 sotik, 5 sotik noturar, 7 sotik foydalanishi bilan berilyapti. Bitta o'choqxonani ko'ramiz. O'choqlarda bitta gaz bor ekan, prosta tortib olasiz. Mahallada gaz bor deyapti. To'lovlarni qilib tortib olsangiz bo'ladi. Hozir kelib yurg'izib tursangiz bo'ladi. Yana sekin-sekin biznesni to'g'rilab olaverasiz remontlar qilib. Mana yerda mana bitta xonamiz. Fondi xonalar birinchi etaj fondi xona ekan. Ikkinchi etaji tashqariga chiqqan magazin noturar. Biznes qilsa bo'ladi. Xo'p, tepada ayvonimiz bor ekan, katta bir 30 kishilik, bemalol 30 kishi sig'oladi. Xonalarda dicha kosmetikasini qilib olasizlar. Mana gilon parda, mayda-chuydalarni bitta o'rnab olsangiz, chiroyli, cho'tki bitta dacha bo'ladi hisobda. Oldin yurgan joy, bitta odam kelgan oldin. Aha, fontanlari ham bor. Olmos ham qo'yib qo'yish tepasiga olganga. Ha, qimmatbaho. Muzeydan olib kelingan. Tashqarida mana hozir xo'p, tashqariga chiqarishimiz, chiqishimizga men yerda bitta podval qilingan, batda ham skelet qilib yoki idish-toqa qanaqadir foydalansiz bo'ladi remontini qilib. Chiqqanimizda mana men yerda 5 ta noturar do'konimiz bor, foydalansiz bo'ladi. Gaz o'tgan mana turbalarda olib kirib to'lov qilsangiz bo'ladi. Joyimizdan 1,5-2 kilometr naryoqda Shahmardonda post. Shahmardon posti bor. Vadilda turibmiz. Bu tomoni Vadilda sentr 1 kilometr sizga kerak chiqsa 70 ming baho aytyapmiz. Kami bor, kelishadigan narxi bor. Pastda egalar raqamini qoldiryapmiz. Silon qilaverasizlar. Mana shunaqa dacha so'ragan tanish-bilishlar bo'lsa jo'natib qo'yasizlar.